Assalomu alaykum muslimalarim. Barchamiz ota-onamiz biz uchun yoshligimizda bor mehrlarini berib katta qilishgan, hech kimdan kam qilishmagan. Biz uchun bor mehrlarini, vaqtlarini, sog'liqlarini sarflashgan. Men oilada yolg'iz farzandman. Shu bois ota-onamni barcha kamchiliklarini to'ldirishga harakat qilaman. Shu yaqin kunlarda onajonim bellarim, yelkalarim og'riyapti. Yuzimga ham ancha ajin tushibdi. Qarib mana qizim degan gaplari menga boshqacha ta'sir qilib ketdi va tezlikda onajonimni Solihaopamni oldilariga olib bordim. 6 yillik tajribaga ega eng zo'r massajist onam uchun xizmat ko'rsatdilar. Men bundan juda ham xursandman. Ota-onamga eng yaxshisini ravo ko'rishga harakat qilaman. Ayniqsa olovli massaj olganlardan keyin o'zi ham shunaqa duo qildilar. Xursandchiliklarini ko'rib men xursand bo'lib ketdim. Olovli massaj barcha shamollashlarni oladi. Shuni evaziga ham odam yengil bo'lib qoladi. Yuzlarni massaj qilishganda onajonim ajinlari tortildi. Oynaga qarab, bu mamammi 18 yoshli qiz bo'lib qolman-u dedilar. Albatta onajoninglarni olib kelinglar. O'zim onamga ravo ko'rgan narsani sizlarga ham ilindim. Agar sizlarda teridagi osilish, baqbaqa, ortiqcha vazn, har xil og'riqlar bezovta qilayotgan bo'lsa, Solihaopamni o'zlariga murojaat qiling. Inshaalloh shifoli bo'ladi. O'tdan chiqib onajonimni ovqatlantirishga bordim. Bugungi kunim onajonim bilan maroqli o'tdi.